Nima deb o'ylaysiz, o'zini birovga solishtirish to'g'rimi? Hech kimga o'xshamaydi. Har bir inson o'ziga o'xshashga va o'zini topishga harakat qilishi kerak. Yer yuzida 8 milliard aholi bo'ladigan bo'lsa, ularning na qoshi, na ko'zi, na aqli, na tafakkuri bir-biriga o'xshamaydi. Birinchi navbatda inson o'zini haqiqiy o'z ekanligi va men ekanligi bilan tan olishi kerak. Ikkinchidan, mayli solishtirsin kimga? Muvaffaqiyatli, omadli, baxtli insonlarga solishtirsagina o'shalarga tenglasha oladi. Aksincha, o'zidan kamchilik qidirib, nuqson qidirib, o'zini yomon ko'rishni boshlagan odam, bu pessimist odam, kelayotgan muvaffaqiyat yo'llarini ham o'zi yopadi, doim noliydigan odamga aylanib qoladi. Va inson o'zini ustida ishlashi, o'zini yangitdan kashf qilishi, o'zini o'rganishi va o'zidagi eng kuchli fazilatlarni shakllantirishi, oldiga maqsad qo'yishi va faqat oldinga intilishni o'rganishi kerak xolos.